1 2 3. Assalomu alaykum hammaga. Tuzukmisizlar jigarlar? Yana futbolda kanalida yangi videoyimiz Kamina Mirsadir va Mir Abzal o'rtog'im. Omonmisizlar o'rtoqlar? O'zim nomidan ham salomlashib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Futbolda kanali yangi sonimiz, yangi video. Bizda o'zgarish, yangilik, komandaga yangi bitta qo'shimcha odam deb bo'lmaydi, uni gul oldi. Mana ko'rsatuvga ko'rib berib turadi, orqada atmosfera вообще bomba. Studiyo yo'q hozircha, mana shu cho'tki studiyamiz, o'zimizning do'konimiz. Kelinglar. Kelinglar, Chorsuda, Yunusobodda bor. Hali ham mikrofon olmadi. 100 ta bo'lmadi-ku. Ya 100 ta bo'lmadi. 100 ta bo'lsa olamiz, keyin mikrofon olamiz. Lekin tip-tip ko'payyapti. Undan xursand bo'laman. Kam bo'lsa ham sekin-sekin hamisha qo'ram deydi. Shunaqa bo'lyapti. Xullas, sizlar bilan bugun gaplashadigan mavzuyimiz Mirsadir hozir aytadi. Xo'p, bugungi mavzularimiz O'zbekistonda o'tib ketgan o'yini to'g'risida, Kolumbiya bilan keyin yangi transferlar, faqat Real Madridnikini gapiramiz. Chunki Real sevadi, o'sha Zarar qondirdim bu narsa. Ancha yig'ilib ketdi o'zi Real Madrid transferlari. O'sha Real haqida mavzu bo'ladi. Unaqada biz boshladik. Qani? O'yinga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Kolumbiya o'yinni ko'rding og'ayni o'zing ham? Voy, mazax ko'rdim. Mazax ko'rdingmi? Ishoninglar, ko'pchilik shunaqa fikrda bo'lsa kerak. O'zbekistondan bunaqa o'yin kutmagan ko'pchilik, lekin biz bitta ikkita ko'rsatuv oldin aytdik. Iloyim o'yinini Tavarskiy matchda ilovanda dedim, bekitayotgan bo'lishsin dedim. Kutganimizdagi bo'ldi. Kutganimizdagi bo'ldi. Allohning qudrati bilan gap bo'lishi mumkin emas lekin. Dushit, ana yutqizganda ham dastoyni yutqizishdi. Men oxirgi golni hisoblamadim lekin 3-1 bo'ldi. 3-golni u ana yoshligimizda esingda bo'lsa, marojniga debdi bilan qo'shib olardi-ku. O'sha marojni urib ketdi, короче. Shunaqa bo'lib ketdi, haqiqatdan. Bolalarga respekt. Gap bo'lishi mumkin. Ayniqsa Abbos Otangga rahmat, otangga rahmat Abbos, baraka top. Iloyim farzandlarimiz sandaka bo'lishsin, sizdaka bo'lsa, hurmat saqlagan holda endi bizdan menimcha bir 10 yoshli Abbos kichkina. Mayli endi hurmat saqlagan holda do'stimiz Abbos kamida farzandlarimiz sandaka, sizdaka bo'lsin. To'ppa-to'g'ri. O'yin haqida fikringiz? O'yin haqida fikrim, o'yin juda ham zo'r bo'ldi. Cho'tki bo'ldi. Cho'tki bo'ldi. Bolalardan men bunchalik o'yin kutmadim. Kutuvdim o'yin, lekin bu darajada ikkinchi taymda o'zi birinchi taym to'g'risida gapirsangiz, sal qo'shib olishga qiynalishdi-yu. Qo'shib olgandan keyin ikkinchi taymni rostagasini yeb qo'ydi desa ham bo'ladi. Vashi boshqacha ruhda, boshqacha qanaqadir duh bilan chiqishdi. Ikkinchi taymda bir-biridan keyin Kolumbiya cho'tkani pitirchilab qoldi. Patirib qilib o'ynayadi. Shunaqa uje paslaridan ham ma'lum edi. Tep borib har qayoqqa qopton. Shunaqa bo'ldi. Xo'p, qara, senga savol beraman. Xo'p. O'sha O'zbekiston Kolumbiya o'yinida 3-1 hisob bo'ldi. Senga beradigan savolim, kamchiliklari O'zbekiston o'yinchilarini, terma jamoasining kamchiliklari yaxshi vaziyatga olib chiqqan, zo'r ko'zga tashlangan bu o'yinchi bormi? Xullas, kamchiligi bilan bu yaxshi tomonini ustunini solishtiraylik. Kamchiligidan qani nima ko'zingga ko'rindi? Menga kamchilik bilmadim, men lekin kutganimdek o'ynamagan o'yinchilar bor. Vaziyatlardan foydalana olmagan Shomurodov aytsak bo'ladi. Ko'p vaziyat bo'ldi unda ham, haqiqatan rostagasim golli ham vaziyat bo'ldi. Ikkisida ham o'zini anaqa shaxsiy anaqasida ko'rib olishinglar mumkin. Internetdan o'zini yaxshi vaziyatga chiqarib ura olmadi, vaziyatdan foydalana olmadi hujumchi sifatida. Keyin Otabek Shukurov biz o'ylagandek menimcha joy o'ynab olmadi. Qo'sha olmadi. O'yinga chiqmadi. Endi uni biz o'rganib qo'yamiz deb playmaker bo'lib turgan. O'z vaziyatlar yaratadigan qilib o'rganib qolganimizga ham bilmadim, lekin eng yaxshi o'yinchi, misol uchun, men Mazgoydan unaqa o'yin kutmadim. Zo'r o'ynab berdi. O'zil bo'lib ketdi. O'zil bo'lib ketdi. Mazgoy respekt. Hop, men bitta kamchiligini aytib ketdik. Eldor Shomurodov ko'pdan o'rtada yo'qotdi, gol bo'lib ketib qoldi-yu. O'shani ko'pchilik kommentariyada yozishyapti, heyt qilib, Shomurodov bo'ldi, kerak o'zi bizga uydi, balobatdan o'rtoqlar xato qilmaydigan o'yinchi yo'q. Ronaldo ham Portugaliyada ko'rdinglar-ku. Bu Ronaldo, Messilar xato qilyapti, Shomurodov haqqi yo'qmi xato qilishga. Mayli, endi O'zbekiston uchun o'ynayapti, bo'lib turadigan narsa, to'g'ri. Kstati, Ronaldo 5 metrdan ura olmadi, ko'rgan bo'lsam o'ynadi. Bolalar chiqarib berishdi, kstati ura olmadi. Ko'pdan qo'yib yuborish kerak. Qo'yib yuborish kerak. Ya, o'sha yerda sherigiga bermadi. Urolmadi. Endi bu taqdir peshana. Shunaqa. Endi
futbolni yaxshi tushunmaydigan odamlar bu Eldor haqida fikrlarni bildirib tashlashyapti. Hisob 3-1 bo'ldi-yu. Tushunmaydigan odamlar va bo'lmabdi, nima chiqdilaring o'zi mana shunaqa hit qilib tashlashyapti. Futbolni tushunmaydigan odamlar. Lekin bitta narsa o'zim fikrim, bu ochko oladigan o'yinimiz edi. To'ppa-to'g'ri. Men nima deydi, o'yinga zo'r xursand bo'ldim, lekin bir chuqur o'yladimda, bolalar zo'r o'ynashdi, bunaqa ochilib ketishdi-da, ochko olsa bo'lardi. Bo'lardi. Nima deb o'ylaysan? Mana shu tempda o'ynasak Portugaliyadan ochko ola olamiz? Men bu o'yinda xudo xolasa ola olamiz deb o'ylayman. Yana bitta xabarlar chiqyapti, Portugaliyada ichki muhit buzilganmish. Ronaldoga qarshi ana Mittoy o'yinchi oti esimda yo'q, bilmadim, gapirib tashlabdi. Ronaldo ham bizga o'xshagan odam. Yo'q, Vitina emas. Bizga o'xshagan odam, u ham bizga o'xshagan o'yinchi, bizga o'xshagan, u yoq qarashgani kelgan, to'g'ri paxta qo'ymayapti, hammasi haq gap. U kesatib, tegishtirib, tiqib gapiryapti-da. Bu borada misol uchun o'tgan jahon chempionatida adashmasam Fernandes bilan bo'luvmidi Ronaldo? Bruno Fernandes bilan o'shan bilan bo'luvdi adashmasam. Mana shunaqa ichki muammo bo'lgan edi. O'sha paytda ham pas bermasdan, shtrafnoylarni bermasdan o'z boshimchalik deb borib ichki nizom. Endi baribir misol uchun bu sport, bu tan olish kerak. To'g'ri, Ronaldo katta anaqa, lekin qolgan o'yinchilar ham bor. Portugaliya misol uchun Ronaldo bilan o'ynagan o'yindan ko'ra Ronaldosiz o'ynagan o'yinda ko'proq natijaga erishgan. Hozirgi paytda, oldingi o'yinlar emas, hozirgi o'yinlardan hozir ham shunaqa bo'lyapti. Men bu narsani o'ylayapman. Jamoa murabbiyi, bosh murabbiy Portugaliyani Ronaldoga qarab o'yinni qanaqadir sal qurib qo'yayotgandek ko'rinyapti-da. Chunki Ronaldo Portugaliya o'ynashdan oldin bu yerda Messi hat-trick qilyapti, Mbappe Holland gol urdi-da, internetda chiqyapti xabarlar, janob Ronaldo gol urarmikan, realist bo'lyapti-da. O'yinchilar ko'p ikkitasi Ronaldoga o'ynab qo'yapti-da. Jamoaga emas, Ronaldoga o'ynab qo'ydi-da. O'shani ham menimcha ta'sir bo'ldi. To'g'ri aytasiz, ayni bu faktorlar hammasi bo'ladi. Baribir ham u bilasan, statistika o'yinchisi, polni o'zi nazorat qilib yuradi statistikalarni. Men desam yana O'zbekiston o'yini to'g'risida bolaga maza qilyapti. Mana boshqa. Bolaga maza qilyapti. O'zbekiston o'yinidagi bolaga maza qildi. Juda ham vashshi bir ashshayni boshqacha bo'ldi. Otini jiyanni otini bilmaymanmi? O'ng qanot himoyasi. Yo'q, men fanat deyapman, yosh bolani. Voy bu bola, nima yuribdi? O'zbekistonlik bolani do'stsa, men o'yinchi deb o'yladim. Yo'q, yosh bolaga yosh va muxlisimiz bor. Bu haqida gaplashamiz. Kamiz to'g'risida va bu haqida gaplashamiz. To'xtab turing, u haqida gaplashamiz. Temamiz o'zi O'zbekiston kamchiligi bilan yaxshi tomonini ko'rsatamizda, Portugaliyaga o'tib ketib qoldi. Kamchiligini mayli gapirdik deylik, hechlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi yaxshi tomoni kim o'yini senga ko'proq yoqdi? Kim qanaqa o'ynadi? Cannavaro to'g'ri almashtirish qildimi? Shu haqida men ham sen ham fikrimizni tiqib ketaylik. Cannavaro to'g'ri almashtirish qildimi degan bor. To'g'ri almashtirish qildi, balki sal kechroq qildi. Yo, endi ikkinchi bo'limda qildi bu narsani. Ikkinchi bo'limda qildi. Misol 84-minutda qilish kerak emas-da. Sal ozgina vaqt berish kerak. Men misol uchun o'rnida bo'lganimda, menimcha hamma bu fikrga qo'ysa, hech bo'lmasa yarim soat vaqt bersin o'ynashga. Igor Sergeyev u qo'ldan keladi bu narsa. U prosta ishonib sal yarim soat unga vaqt, 6 minut vaqt, 10 minut vaqt kamda o'rtoq. Mana qanaqa yulduzli 90 minut o'ynab ura olmayapti. To'g'ri. Bekorga Ronaldoni gapirmadik. Mana shu narsaga olib kelmoqchi edim men. Mana Ronaldoga shans berishyapti 90 minut. Bizga hali unaqa Sergeyevga ham ozgina shans berish kerak deyman. To'g'ri. Janob Cannavaro agar eshitayotgan bo'lsangiz, kimdir period qilib bersin. Sergeyev vaziyatdan kelib chiqib, Sergeyevga ham imkoniyat bering. Shomurodov o'kam zo'r o'ynaydi. Zo'r. Gap bo'lish mumkin emas. Endi har xil vaziyat bo'ladi. O'yin chiqyapti, o'yin chiqmayapti. Balki qora ishlarni zo'r qilgandir, biz bilmagandirmiz, lekin hujumda sal Shomurodov yordami unaqa zo'r tegmadi. Aniqlik kerak. Bizda faqat hujumda aniqlik, vaziyatga to'g'ri chiqadigan o'yinchilar kerak. Bir-birini tushunib. To'g'ri. Kamchiligidan bitta narsa qolib ketdi. Shu narsani dilimga to'kib qo'ydim. Standartlar bo'yicha ishlaydi. Bolla, ugol, shtrafnoy ketyapti, opoqsini hovlisiga qarab tushyapti, ko'pton olib beryapti, shunaqa bo'lib ketyapti-da. Bu bola Arsenal fanati bilasizlar, standartdagi Arsenal polni venimatini qarang. Bu ham o'rganib qo'yapsiz ekanlar. To'g'ri, rostdan ham qarash kerak. Standart vaziyat degani bitta shans degani. Shans degani. To'g'ri, 50-50 ham emas-da. 05 gol degani. 70 ga 30 da foydalanib ketsa bo'ladi. Xavfli vaziyat qilsa, ja bo'lmasa u xavfli vaziyatda odam nima deydi, o'yinchilar yana ruhiyati oshadi. Mana bizda ham bo'lar ekan, qilsa bo'lar ekan, yana dalcha bosadi. Endi bu
kamchilik bo'lgani yaxshi bo'ldi. Bir tomondan endi Cannavaro uni ham ustida ishlaydi. Ishlash kerak buni ustida. Обязательно standart vaziyatdan ishlash kerak. Men oddiy uglovlarda ham misol uchun e'tibor berayotgan bo'lsa, Abbos Fayzullayev hozir uglovga otdi. O'zi ana aylantiradigan tomondan u majbur aylantiryapti, koptoni bilsang. Bu yoq tarafdan buni ko'taryapti. Boshqa terma jamoalarni ham ko'ramiz, standart o'ylanganda, mana pas bilan shuna beradi, bu yoqdagi pas beradi, ichkariga ko'taradi, o'sha Portugaliyaning o'yinida burchi zarbasi bo'ldi, uglovoy. Ronaldo o'rtadan shuna kirdi-da, yerdan uzatma bo'ldi, kelmadi. Mana o'sha o'ylangan narsa bo'ldi. Ha, o'ylangan narsa. Ronaldo naqirib chiqib qoldi-da, ochiq zonaga-da, yerdan uzatma bo'ldi, to'xtatmay tepish kerak edi, Ronaldoga yetib bora olmay qoldi. Mana bu o'ylangan narsa bo'lgan. O'shunaqa o'ylanmalar to'g'risida ko'proq o'ylashingizni xohlaymiz, janob Cannavaro. Endi xudo xolasa, bu tajriba bundan buyog'iga ketaveradi dalcha. Xo'p, endi yaxshi tomonlariga o'tsa o'yinchilarni, menga eng yoqqani o'yin Fayzullayev bilan Mazgavoy и o'ng qanot Behruz Karimovmidi? Ha, oxirida ketgan bola. Operation bo'ldi. 18 yashar bola gap bo'lishi mumkin emas. Uka qalban birgamiz, lekin mana shu ruhda davom etsanglar, xudo xolasa APLdami, kamida dedi La Ligami, yo deganda Fransiyaga ketaverasiz lekin. Xudo xolasa, o'yinlariga omad tilaymiz. Bu ukamizni oldin ko'rganmiz. Yoshlar tarkibida uzoqdan gollar urgan, o'shaning uchun ham uzoqlardan gol urgan bola. O'shaning uchun ham jamoaga taklif qilingan, mana shunaqa erkin zarbalar yaxshi ekan bu bola. Keyin Husanov o'yini ham menga yoqdi. Voy, anaqa. O'zini darajasidan rosti kasam sal balandroq yoki g'irt o'zini City darajasidagi o'yna berdi. Nimaga aytaymi? Bu yoqda vatan tuyg'usi bor. O'zbekiston uchun birinchi o'yin bo'lyapti. Bu vatan va to'g'risini aytsam, gimn boshlandi, chiqib kelibcha. O'zbeklar ko'zimga shunaqa yosh keldilar. Dushi просто ishxonada edim, yig'lab olaman. Aldadim, ishxonada emas edim, yonimda ayolim bor edi. Uyda ertalab bir ko'ryotdi, saloqdan xijolat bo'ldi, lekin mashtinda turdi, yana aytadi, "Hozir men turibdi, chiqib olsin" dedi. Shunaqa bo'ldi lekin. Hammada bo'ldi. Bu ощущение menimcha zo'r bo'ldi. Mana mana shunaqa biz o'zi loyiq edik. Men bekor marojinadan chiqmaganini isbotlab qo'ydi O'zbekiston. To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston o'yinlari zo'r. Ikkinchi bo'limda Doston Hamdamov tushib turib o'yinni o'zgartirdi. Bu yoqdan hamma heyt qilgan, biz ham shu qatorida Farruh Sayfiyev tushib yaxshi o'ynadi. O'yinni o'zgartirdi. Yaxshi o'ynadi Farruh Sayfiyev. Boshqa o'yinlardan farqli bo'lib, o'ng qanotga emas, chap qanotga tushdi. Hujumni kuchaytirdi lekin. Kuchaytirdi. Keyin bolalar ham bilmayman, endi jamoani ichki muhiti, biz ichki muhitida emasmiz. Bizni ko'rib turib, televideniya orqali ko'rib turib, misol uchun o'z fikrimizni bildiramiz. Bilmadim, qanaqadir anaqa bormi yo ishonch bormi? Masharip o'rniga Sayfiyev bo'lib qolgan. Bildingmi, o'zi ko'p pas o'shanga berildi. Ko'p anaqa, misol uchun 3-4 ta o'yinchi o'rniga qo'z dovdirab qol, o'shanga oshirilib olgan vaziyatlar ham bo'ldi. O'yinda ko'rdi. Yaxshi. Yomon emas. O'yin zo'r, ko'nglimiz to'ldi. Garchi yutqizgan bo'lsa ham dastoyniy o'yin bo'ldi. To'g'ri. Unaqa sharmanda bo'lmadi. O'zbekiston ko'rsatib qo'ydi qanaqa o'ynashini. Oxirgi asosan 15 daqiqalikda Kolumbiya muxlislari ham intervyuda aytishdi, yuragimiz ushab bizning farq qildi dedi O'zbekistonni deb aytishdi. Bu havoda olmayapmiz, internetdan havoda ko'rgan, balki sizlar ham ko'rgandirsizlar. Xo'p, lekin yana o'yinda yoqmaydigan vaziyatlar to'g'risida gapira olasan, senga nima yoqmadi misol uchun? Butun o'yin bitta futbol ichida emas, men tashqi anaqasida har xil internetda videolar chiqib ketdi, ko'rganman. Bitta videoni ko'rdim. Kolumbiya muxlislari, O'zbekiston muxlislari, Qozog'istondan, boshqa davlatlarga O'zbekistonga muxlislik qilayotgan muxlislar ustiga pivo sepishdi. O'sha vaziyat. Mana o'sha juda xunuk ish bo'libdi. Uni yomon ish bo'ldi. To'kagansizlar, kolumbiyalik muxlislar. Lekin unaqa qilish kerak emas. Baribir ham misol uchun ular mezbon komanda-da, почти o'sha yerda turishadi, mezbon komanda. Misol uchun bizda agar chempionat meri Qozog'iston yo Qirg'iziston yo Tojikiston bo'lgan, biz ham mezbon почти borardik. Xuddi shunaqa gap, bir qadam yo'llariga bitdi. Bu endi ko'pchilik bu oldi degani misol uchun uni xohlagancha izdivatsiya qilish kerak degani emas. Shunaqa. Bu ishni noto'g'ri qildinglar, boshqa unaqa fanatlarga unaqa ish qilmasligingizni iltimos qilib qolamiz. Amaqisi urush bering. Chiqadi deydi. O'rtoqlar, sizlarga gapim bor edi, esimdan chiqib qolibdi. Iltimos, obuna bo'linglar. Like bosishni unutmanglar, kommentariyada fikringizni yozinglar o'rtoqlar. Xudo xolasa ustiga chiqaylik, mikrofon kutamiz abdushi. Xuddi kimdir olib beradigan o'zimiz olamiz. O'zimiz olamiz. Endi misol uchun shu olganimizga biz ham bilishimiz kerak. Anaqa yomon xayolga bormaylar. Bu bolalarni anaqa yo'q, pulimiz bor, Xudoga shukr. Ola olamiz. Prosta habitnada 20 ta 23 ta odamga, hech bo'lmasa 100 ta bo'laylik. Biz ham mana harakat qilamiz. Mana shu to'g'ri qo'llab-quvvatlayotganlar bor ekan, bizdan kuzatayotganlar bor ekan deb
Shuning uchun buni bosing. Mana bu yerda kommentariyani yozing. Mana uni ham bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani. Qo'ng'iroqchani bosib, shunday bir obunalar bo'lib, shunday tako bizni paddeshga qilib yuborsangiz bo'ldi. Endi keyingi mavzuga o'tsak, Real Madridning transferlari haqida bo'ladi. Buni ko'proq sizlarga navbatchi tushuntirib beradigan. Xo'p, Real Madrid juda ham bir sensatsionniy transferlar amalga oshiryapti. Men unaqa deb o'ylamayman. Sensatsion. Yo, misol uchun hozir qadarki o'yinchilar olmayapti, ayni. To'g'ri, unaqa bomba yulduz emasdi. Demak, Olise agar hozirgi paytda, hozirgi kunda bomba yulduz bo'lmasa, Olise hali tasdiqlansin, chiqsin, keyin endi bo'ladi, lekin zo'r transfer bo'ladi deb o'ylayman. Olise, hop, keyin qolganicha. Hop, mana misol Pensiyaga chiqqan, salkam bir qadam qoldi, Bernardoni oldi. Bernardo Silva Tekinga Kanateni oldi. Yaxshi, ya'ni aniq playmaker. Otini men Dumfries oldi. Dumfries. Kukurelani oldi. Biram yoqmaydi shu bo'ldi. Ana Yulduz Usmonov yonida gitara chaladigan mujik bor. Voy, astag'firullah. Ha, lekin yaxshi o'rtoq Kukurela anaqada o'ynaydi. Bo'lmay Ispaniyada o'ynayapti, ko'rayotgan bo'lsa. Yaxshi o'ynaydi. Men hech qanaqa anaqam yo'q, e'tirozim yo'q. Hozir yangi transferlardan eshitdim, bilmadim. Real Betisdan Antonini olib kelyapti. Antoni. Manchester Uniteddan o'tgan Real Betisga o'shani olib kelyapti. Keyin Ruben Dias haqida Fabrizio Romano o'zi yozib chiqibdi, u ham o'tayotgan ekan. O'tayotgan ekan. Xullas Real katta transfer qilyapti, bozorga tushib. Albatta. Polniy sostav olyapti, o'rtoq. Bitta arava olib tozalab chiqyapti. Ha, bu hali hammasi emas, bu chempionat miradagi yana bitta yangi bir ikkita yulduzlarni ko'z ostiga olib qo'ygan, kuzatib yuribdi. Realdan bu yil umidimiz juda katta. Endi janoblari. Bu yil srazi Real katta anaqa ko'rsatib o'ylamayman, chunki hammasi bir-biriga moslashib, Mourinyoning kaprizini ko'tarib. Bugunchi menimcha bu atilabdan qilinayotgan narsalar yulduzlarga saboq bo'lish uchun yoniga har bittasiga kerak bo'lsa olib kelyapti. Real Madridda oldin unaqasi bo'lmasdi. 5-6 ta zaminasi bo'lardi. U yulduzlarga konkurensiya, misol mana anaqa Mbappe, Vinicius, misol uchun aytgan nima, misol uchun Rodrigo, ularga misol uchun anaqada hujumda unaqa yo'q edi, yosh bolalar edi konkurensiya. Atilabdan Oliseyni olib kelgan, shu konkurensiyaga kirsin. O'shanda o'yin kuchli bo'ladi. O'yinni kuchli bo'lishi aniq, xudo xolisa. Lekin internetda rosa tarqalyapti. Men o'qidim, bu narsani 2 millionta odam adashmasa, undan ko'p bo'lmasa, kimdir post qo'yganmi yo anaqa qo'ygan, Mbappe jamoamizdan ketsin deb qo'yishdi. 2 millionta odam o'shanga like bosib o'zini fikrini bildirdi, to'g'ri degan. Mbappe menimcha endi bilmadim, ketadimi yo'qmi? Mourinyo olib qolib baribir buni ish g'alati o'ynatishi mumkin odam qilib. U o'zi Mourinyo bekor kelmadi, yulduzlarni kopeykaga olmaydi, tuproq tashiydi, yoqqa bo'yni sindirib yuboradi. Chorniy piarda usta. Shunaqa. O'shaning uchun ham olib kelindi deb o'ylayman. U anaqasi misol uchun uni o'ylashi, taktikalari to'g'ri, eski. Hozir ham misol uchun men ajablanmayman, shu eski anaqasida o'rgatadi. Lekin yulduzlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib qo'ya oladi-ku. Bu ana yulduzmas o'yinchini ham tushursan deydi. Asosiy tarkibga ham tushib rotatsiya qiladigan joylari ko'p. Bu tartib o'rnatishga keldi menimcha. Bu hammasiga tupurgan holda cho'tka qilib sistemani qilib beradi 1-2 yil. Shu bilan bitta yaxshi anaqa olib kelishadi, shu sistemada olib ketadi ichki muhitda, lekin taktikani o'zgartirib tashlaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Balki Mourinyo olib ketar bu yoqqa. Guardiola yo'q, lekin zerkarli bo'lsa kerak. Oldin ikkala bir-biri bilan chiqqimish bo'lib. Albatta, hozir Mourinyo jamoaga misol uchun Ispaniya chempionati uchun olib kelinmadi. Hamma yaxshi bilib turibdi, Chempionlar Ligasida Real Madrid borgan sari o'sha yarim final, chorak final qilib chiqib ketish boshlayapti. Unaqa finalga boradigan etaplarga yetib bormayapti. Eminda men o'ylashimcha Chempionlar Ligasi uchun olib kelindi bu murabbiy. Chunki Ispaniya Premier Ligasida shundoq ham o'zi bilamiz, bittadan raqobatchi Barselona, Atletico Madrid ham misol uchun Realga bo'la olmaydi. Atletico Madrid Barsaga nimadir tug'dirishi mumkin, lekin Real qiynalmaydi u bilan o'ynaydi. Barsachilar haqida o'ynaysizlar. Ko'rsatuv oxirida sizlarga bitta savol bermoqchiman. Qiziqroq kommentariyada javobini kutamiz. Xudo xolasa agar aniq javob bersanglar, kim birinchi javob bersa, like ko'proq yig'sa, xudo xolasa shu do'kondan chiroyli qilib beramiz. Padarka Addushi. Sovg'a sifatida. Sizlarga endi savol o'rtoqlar. Atletico Madridda murabbiysi Diego Simeone. Undan oldin kim bo'lgan? Qaysi murabbiy bo'lgan? O'shani yozib ketinglar. Kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar, kutib qolamiz. Hammanglarning fikringizni o'qib chiqishga harakat qilamiz. Xullas, O'zbekistonga endi bu yoqqa Portugaliya bilan omad tilaymiz. Xudo xolasa yutishadi. O'zingizlar taxminiy hisobinglarni kommentariyada yozib ketinglar, fikringizni yozib ketinglar. Hop, men taxminiy o'rtoq, misol uchun bunday qilaylik.
o'sha Atletika Madridni undan oldingi trenerini baribir topib olish hozirgi kunda muammo emas. Internetda hozir tiqilib yotibdi, topishadi uni. Kim anaqa qiziqroq bo'lish uchun anaqa qildi. Men ham o'zim savolim bermoqchiman. Portugaliya bilan O'zbekiston o'yinidagi taxminiy shotni topgan bilan plyus qilib yozishni shuni. Javobini ham. O'shani topib qo'yganga mana shu do'konimizdan bitta o'zimiz ajoyib qilib, xudo xolasa, neobычный beramiz, xudo xolasa. To'g'ri, haqiqatan hozir internetdan kirib shunda bo'lib olish muammo emas u narsa. Hisob topish ham ancha zo'r edi. Taxminiy hisobinglarni kommentariyaga yozinglar. Kim topsa, xudo xolasa shu birinchi topgan odamga, endi hech kim bilmaydi, taxmininglarni yozasiz, to'g'ri kelib qolsa shu bo'ladi. O'sha odam bilan biz yozishib, suhbatlashib, ko'rishib, o'sha keyingi videoda olib chiqamiz, xudo xolasa o'zini ham. Toshkentda bo'lsalar, Toshkentda bo'lsalar, endi dastlabki uni videosini qo'yamiz. Xudo xolasa qo'yamiz. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Obuna bo'lish esdan chiqarmanglar. Iltimos sizlardan ummaylayu deydi-yu. Like, ummaylat qilinglar. Shunaqa paytimiz o'rtoq. Mayli. U zapatlo joyi yo'q. Like, обязательно iltimos, kommentariyada fikringizni yozinglar. Bolalar nima haqida gaplashyapsiz o'zi, bizning ham temaga qo'shinglar deb bo'lsa ham yozib ketinglar. Yana bitta narsa, xayrlashsiz. Shu mana shu narsa. Bo'ldi, xayrlashmasam, xayrlashadi. Keyingi ko'rsatuvimizgacha sog' omon bo'lishga majbursizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar hammanglar. O'yinni ko'ringlar o'rtoqlar. Albatta. Dushi obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyin do'konimizga albatta tashrif buyuringlar. Mana ayolinglarga, onajonlarimizga ham chiroyli qilib gullarni og'aynimiz qilib beradi. Chorsu bozoriga kelsanglar, mana bu kontaktga chiqsanglar, mana bu yerga chiqotamiz. Kontaktga chiqsanglar, kutib olamiz. Muammo yo'q. Omon bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.